Bo'ldi. Ya'ni 4 million atrofida shu darvozani o'zidan ham skidka bo'ladi. Bitta darvozani o'zidan 4 million skidka zo'r bo'lsa kerak. Endi o'zingizlar fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Yasab bergan darvozalaringizga kraskasiga, temirga garantiya necha yil? Xudo xolasa Darvoza buyurtma qilmoqchiman men sizga. Oldindan zaklat olasizmi, olmaysizmi? Sizga buyurtma qilishsa, pechat darvozani, listli darvozani yasab berishingizga necha kun muhlat ketadi? Bu yerda ko'rmagan darvozasi bo'lsa, ko'cha-ko'ydan biror joyda ko'rib qolgan darvozasi bo'lsa, rasmiy olib tashlasa, bir xil qilib yasab beramiz. kerak bo'lsa aka biz o'zimiz 100 xildan ortiq variantlarni ham tashlab beramiz. Eski darvozamiz bor, opqolaveramiz hisoblab. Uni olamiz aka. Opqolaveramiz. Assalomu alaykum, hurmatli Vodiy bozor YouTube kanalining ashaddiy obunachilari, kanalimiz mehmonlari. Ushbu videorolikimizni sarlavhasidan ko'rib turganliklaridek, bugun yana sizlar bilan Xudo xohlasa temir darvozalar haqida gaplashamiz. Hozirda darvozalarning makoni bo'lgan Namanganga tashrif buyurganmiz. Usta Xayrullo akamiz oldilariga. Xudo xohlasangizlar 9 ta darvozani skidkaga qo'ydim deyapti akamiz. $100 dan $300 bitta donasiga skidka qilib berar ekan. Video davomida 12 ta viloyatga dastavkasi bor. Hamma ma'lumotlarni to'lig'ini, garantiyalarini, oldindan darvozani yasab berish uchun pul olinadimi, yo'qmi, yoki buyurtma qilish necha kunda bo'ladi, hammasini usta Xayrullo akamizdan so'rab bilib o'tib ketamiz. Like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xohlasa foydali videolar ko'rasizlar. Xayrullo aka, obunachilarimiz bilan salomlashib videoni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Sizga yaxshi keldingizmi? Xo'p, bugun nima qilamiz endi aka? 9 ta darvozani skidkaga qo'yib beraman deyapsiz. 9 ta darvoza aka, xudo xolos $100 dan $300 ga skidkada bor. Har doimgidek gap aytilgan gap. Endi bundan beri qishki aksiyada hamma misol darvoza qo'ygisi, boshqasi bor, tez darvozalarni qo'ygisi keladi. Shular uchun aka, xudo xolos narxlarni ham cho'tki qilib, xo'p bo'ladi. Darvozalarimiz xudo xolos zo'r aka. Bo'ldi, qisqa lo'nda qilib boshlayveramiz. Videoni boshidan aka, like, kommentariyalarni bosib qo'ysangiz, xudo xolasa cho'tki yaxshi narsa qilib beramiz. Bo'ldi, o'zingizning nomingizni. O'zimning nomim, ha. Xo'p, uni qanaqa sharti bor edi? Aka, xudo xolasa 300 dona kommentariya bo'lsa, 300 ta eng chiroyli kommentariyaga bitta darvoza chiroyli qilib beraman. Bitta darvoza yangi darvoza esa uylarni shunday o'lchaymiz, razmerni yangi tayyorlab beraman. Aniqmi? Aniq javob aka, shu paytda javob qilingan. Bundan qaysidan boshladik obzorni? Xo'p, shu taraf fason darvozamizdan boshlaymiz aka unda. Taraf fason darvozamiz listlari aka 1.2 lik bo'lgan, shtabovkaning eng qalin variant 1.2 lik bo'ladi aka. Yon so'ygalar 8 ga 6 profil, taglari shiviller aka. Bizda har bitta darvozaning tagi shiviller bo'lib chiqqan. Profillarimiz 6 ga to'g'ri aka. 1.1 stenada bo'ladi. Xo'p, bu darvozamiz barcha obzor qiladigan darvozalarimiz nalichida bor aka. Bu darvozamiz razmeri eniga 3.60, bo'yiga 3.5 metr. 1 kvadrat metr 580 mingdan yangi zakaz qilib tayyorlab beramiz. 580 mingdan. 580 ming. Ha, 580 ming. Yangi zakaz qilib tayyorlab beramiz. Xo'p, endi bu darvozamiz asl narxi 7 million 300 ming chiqadi aka. Aksiyada 510 mingdan qo'ydik 6 million 400 mingga. Ya'ni shu darvozani o'zidan 900 ming so'm skidka aka. Xo'p, siz obunachilaringiz uchun. Mana izlar bu tarafdan ham ko'ringlar, juda ham chiroyli holatda. Bo'ldi. Nargischi aka. Xo'p, bu darvozamiz aka setka fason, bu ham juda ham chiroyli, modasi ham o'lmaydigan, tepalariga gulxovoy qismlarni qilganmiz aka. Bu ham shu yon so'ygalar 8 ga 6, taglar shiviller, listlari shu 1.2 lik listada chiqqan aka. Setka fason dedingiz. Setka fason, ha. Shtampovka variant. Ha, shtampovka variantda. Xo'p, kvadratni 580 ming so'mdan qilib beramiz aka, 7 million so'm bo'ladi. Xo'p, endi buni aksiyada 500 mingdan qo'ydik aka, 6 millionga. Ya'ni shu darvozani o'zidan 1 million so'm skidka aka. Xo'p, endi skidka bu zo'r bo'pti aka, haqiqatan. Buni olib borib o'rnatib berish qanaqa bo'ladi? Xo'p, aka, olib borib o'rnatib berish aka, vodiy ichiga mutlaqo bepul. Farg'ona, Namangan, Andijonga bepul. Bepul. O'sha perval yo'g'iga xudo xolos kelishamiz. Undan arzonroq qilib beramiz qo'ldan. Aka, keyin aksiyaga qo'yapti. Bu darvozalar eski, boshqa deyishlari mumkin obunachilarimiz, lekin har bitta darvozani misol yon so'ykasi yo'q, boshqa joyda ulog'i ham yo'q. Bitta uloq topsa, darvozani tegiga qo'yib beraman aka. Keyin kraskalarga aka 3 yildan 5 yilgacha garantiyalarni berib, buni video davomida so'rab ketaman. Hozir dastavkani buyurtma qilsa, masalan, skidkada emas, buyurtma qilsa bepul, lekin. Ha, bu yerga qilib beramiz. 12 ta viloyatga qanday joyga, ha, xudo xolasa. O'zbekiston bo'ylab bepul. Ha. Bo'ldi, tushunarli. Mana bu ma'qul kelsa, endi Xayrullo aka, sizga bitta savol. Aha. Shu darvozani ko'p videolarda chiqdi, masalan. Bu bitta shu darvozami yo sotib o'rniga qilib qo'yasizmi? Yo'q, aka, 3 kun bo'ldi kelganimiz. 3 kun bo'ldi. Ha. Bu darvozadan bu yil 19 tani sotdik. Bo'ldi. Prosta bu narsa aka, odamlar jalb qilish uchun ham ko'proq men shu kerak bu. Yo'lda bo'yida ishlaymiz. Juda ham chiroyli holatdagi darvoza. Bu darvozamiz aka high-tech fason, nechta bilan chiroyli ishlar bilan berilgan. Listlari 1.2 lik, yon so'ygalar 8 ga 6 profilda bo'lgan. Xo'p, eniga aka 3.16. 3.16. O'tkazib bergan 3.30 qo'yganmiz.
316. Ha. Eniga 316, bo'yiga 3,5 metr ekan. 1 kvadrat 680 mingdan tayyorlab beramiz aka. 680 mingdan. Xo'p, 7,5 million bo'ladi. Endi buni 580 mingdan qo'ydik. Hop, 580 mingdan 6 million 300 ming so'm. Ya'ni bu darvozani o'zidan 100 dollar skidka ekan. bo'ldi. Bu ham lekin 3 kun oldin tayyor bo'lgan Ha, darvoza. 3 kun oldin hamma darvoza yangi darvozalar. Xo'p, bu yozilgan narsalar kimniki o'zingizmi? Ha, o'zimdan beraman. Shu Instagram hammasi ishlaydi. Instagram, TikTok, Telegram, Gevrometal bor. Gevrometal hammasi ishlaydi. O'zlari yurgizadi. Nomer ham shu ekranda ham turibdi, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Xo'p, endi yasab bergan darvozalaringizga, kraskasiga, temirga garantiya necha yil? Xudo xolasa 3 yildan 5 yilgacha aka, Xudo umrimni uzoq qilgan bo'lsa, tirik tursam, любой payt borib qilib beraman aka. Bo'ldi, tushunarli. Xo'p, endi hozir sizda arzonlarni ko'rsatdik. Bu tarafda obunachilarga aytib qo'yib, bu tarafda lislilari ham bor. Xudo xolasa 2 qavatli ham bor. Keyin misol bu darvozalardan boshqa variantlarni ham misol xohlagan rasmlarni tashlatsa, har qanaqadagi temir ishni qilamiz xudo xolasa. Aholi qudrat 100% birdan qilib beradi. Hamma temir ishni qilib beramiz, birga bir qilib, chiroyli qilib beramiz aka. Bu qanaqa aka darvoza? Xo'p, bu darvozamiz aka Dubai fason. Bular ham 1-2 lik listda, nirjavikalar bilan chiroyli ishlar bilan berilgan. Dubai fasonda puli yengili. Dubai fason yengili, ha. Eniga 355 aka, bo'yiga 3,5 metr. 1 kvadrat metri buniki ham 680 mingdan chiqadi aka. 8 million 450 ming bo'ladi aka. Hop. Xo'p, endi buni kvadratini 580 mingdan qo'ydik aka aksiyaga. 7 million so'm bo'ladi. Ya'ni shu darvozani o'zidan 1 million 450 ming skidka aka. Bo'ldi. 1 million deyarli 100 dollar skidka. Azizlar, hali skidka bu darvozalarga 100 dollar zo'r. Sababi darvozani o'zi tan narxi ham juda qimmat emas. Bu Dubai dedingiz. Bunisi high-tech, ikkalasi puli yengil variantlar. Ha. Xo'p, endi eng trendda turgan darvozani ham ko'rsatamizmi? Xudo xolasaga taraf fason. Hali skromnilik xohlaydigan akalarimiz uchun Hop, listda bu. 2 qavat shumkali ham 1.8 ning listadan foydalanilgan. 1.8 dan 2 qavat. 3.6 bo'lyapti umumiy hisobda. Minus shumkalari ham bor. Orasida shumkalarni ham yopishtirgan ekan. Burchaklarini ham ko'rsataylik, mana ko'rinmaydi, ichkarilab ko'rinmaydi. Ichkari umuman ko'rinmaydi aka, kerak bo'lsa ovozlari ham chiqmaydigan. Xo'p. Yon stoykalarga aka 8 ga 8 profillar 2,5 ming stenasi foydalanganmiz. Taglari shivinlar. Tepalarga aka gulxavoy qismlarni qilganmiz. Xo'p, bu darvozamizda aka 1 kvadrat metr 1 million 250 mingdan tayyorlab beramiz. Xo'p, 15 million 300 ming bo'ladi aka. Xo'p. Xo'p, endi bu darvozani aksiyada aka kvadrat 1 milliondan qo'ydik. Ya'ni 1 kvadratiga 250 mingdan skidkada. Umumiy hisobda hozir nech pul skidka bo'ldi? 15 million 300 ming bo'lsa aka 1 kvadrat 1 milliondan 12 million 250 ming bo'ladi. Mayli siz obunasiz 250 mingdan olib tashlab 12 millionga aka. 12 millionga olib 2 million 300 ming so'm skidka shu darvozani o'zidan. Bo'ldi. Agar vodiydan bo'lsa, shu aytgan summangizga olib borib shu darvozaga shuni telefon qilsa bo'ladi, shuni borib bo'lmaydi. Xo'p, endi hozir vodiy deb aytyapmiz, lekin boshqa joydan buyurtma qilsa ham u darajada qimmat qo'ymaydi. Yo'q, aka 800 ming, 700 ming atrofida rol o'ylaydi. Bo'ldi. O'zi keyin aka bizda hamma darvozamiz shunaqa. Misol Toshkentga telefon qilsa, misol oldin shunaqa ishlardikki, mana shu 550 ming, 560 minglik darvozalarimiz demak 800 ming dedik kvadratdan. Misol 10 kvadrat bo'lsa ham 1,5 million, 2 million bo'lib ketadimi? Undan dastavkadan ham foyda qilardik-da. Dastavka qilib beraman. Hozir endi dastavkani o'zini pulini 700 ming, 800 ming aytamiz, bo'ldi. Xo'p, endi shu joyga savol. Misol uchun shu darvoza yoqib qoldi menga, boshniga chiqarib jo'natib yuboring, o'zim pulni berib olaman desachi. Farqi yo'qmi sizga? Farqi yo'q ekan masalan. Bo'ldi. O'rnatib bersiz ham, misol uchun vodiyga o'rnatib berish shu pul. Agar men siz o'rnatib berishingiz kerak emas, mashina jo'nataman, yuklab berasiz, ham farqi yo'q. Agar o'zimiz mashinaga yuklab ham, yo'l kirasini kelishsalar, o'zimiz yuklab ham chiqazaveramiz. Bo'ldi, tushunarli. Xo'p. Endi bu darvozamiz ham aka shtampovочный variantda. Arzonimi endi bu ham? Svetofor deymiz, ana narsasini. Svetoformi? Ha. Yon stoyga 8 ga 6, shu 1.2 lik listada bo'lgan ekan, eniga 334, hop, bo'yiga 333 bo'lgan ekan. 1 kvadrat metrini aka buniki ham 580 mingdan qilib beramiz. 6 million 450 ming bo'ladi. 6 million 450 ming. Aksiyadagi narxi aka 5 million 600 ming so'm. Ya'ni bundan ham 850 ming skidka aka. Bo'ldi. Bu endi oddiy darvozlar 850 ming zo'r. Bundan tashqari eslatib o'taylik, xayrli aka. Bu yerda ko'rmagan darvozasi bo'lsa, ko'cha-ko'ydan biror joyda ko'rmagan darvozasi bo'lsa, rasmga olib tashlasa, bir xil qilib yasab beramiz. Kerak bo'lsa aka biz o'zimiz 100 xildan ortiq variantlarni ham tashlab beramiz. Katalog bor. Katalog bor aka. Bo'ldi. Hozir ko'rsatadiganingiz bormi ham? Yana aka darvozalarimiz bor. Xo'p, azizlar, ushbu high-tech fasondagi darvozadan davom etaveramiz. Videoni o'tkazib yoki chiqib ketishga shoshilmay turasizlar, sababi beradigan muhim ma'lumotlarimiz bor. Xo'p, buni azorni qilaveraylik, keyingi ma'lumotlar beraveramiz. Aka, bu darvozamiz eniga 3,5 metr, bo'yiga 3. 3,5 ga 3. Ha.
Xo'p. Bo'yi 3 metr, sariq nirjavikalar bilan hozirgi kunda modada chiroyli Nirjavika deganingizga xohlasa ko'k, xohlasa qora, xohlasa oq qilib o'zgartirib beradi. farqi yo'q, ha. Xohlasa nirjavika qo'ymasdan ham qilib beradi. Arzonlarda unda arzon chiqadi. hozir shu nirjavika bilan holat necha pul kvadrati? 680 mingdan chiqadi ekan. Nirjavika yo'q bo'lsa 580 mingdan. yana ham 100 arzonlab ming berasiz. skidka, 100 ming narsa farq qiladi-da. Bo'ldi, 100 ming farq qiladi. Xo'p, yuqorilari mana lazerda qilingan azizlar. Imkon qadar ko'rsatib beryapmiz. Hozir umumiy hisobda bu necha pulga tushadi? Xo'p, bu darvozaga 7 million 140 mingga tushadi. Xo'p. 680 mingdan. Endi buni 580 mingdan skidka qo'ydik aka, 6 millionga. Ya'ni bundan ham 100 dollar skidka. Bo'ldi, 100 dollar shuni o'rganam. Skidka. Skidka endi bo'ldi, buni obzorini qilib beraveraylik, narigilarni ko'rsatamiz keyin tezroq. Xo'p. Bu Dubai pechat aka, ikkalasi ham hozirgi kunda Dubai pechat, ya'ni Dubai fason darvozani puli arzon. Shtampovish varianti aka. Xo'p, eniga 320, bo'yiga 3,5 metr. Xo'p, 1 kvadrat metrniki bunikini ham 680 mingdan tayyorlab beramiz. 7 million 600 ming so'm bo'ladi. Xo'p. 580 mingdan skidkada aka 6,5 million. Ya'ni 1 million 100 ming so'm shuni o'zidan ham skidka aka. Xo'p. Hozir bitta razmeri bilan beradigan pulingizni bitta qaytarib yuborasizmi? Eniga 320, bo'yiga 3,5. Xo'p, 7 million 600 mingga darvoza tayyor bo'layapti. 7 million 400 mingga aka 6 million 500 ming so'mga olib borib o'rnatib beramiz. Bo'ldi, tushunarli. Hozir mana ish jarayonlari. Hozir bu tarafdan ko'rsataylik, bir ikkita savollar bor aka. Xo'p, endi Xayrullo aka o'zingiz mana anchadan beri faoliyat yuritasiz. Sizga buyurtma qilishsa, pechat darvozani, listli darvozani yasab berishingizga necha kun muhlat ketadi? Shtampovkaga aka 10 kun bilan 15 kun. 10 kun bilan 15 kun. Ha. Endi listli darvozalar 20 kun, 25 kun. Xo'p, endi aka mana darvoza buyurtma qilmoqchiman men sizga. Oldindan zaklat olasizmi, olmaysizmi? Olamiz aka. Necha foiz bo'ladi? 10%, 20% atrofida olamiz. 10%, 20% atrofida bo'ladi. Xo'p, endi shu pul berayotgan jarayonni syomka qila olaman degan insonlar bo'lsa-chi? U farqi yo'q. Farqi yo'q. Tushib berganmiz aka, ko'p joyda. Bemalol ko'ngil to'q qilib buyurtma kerak bo'lsa aka pasportlar, ekstraga bo'lish berib kelgan paytlarimiz ham bor. Endi keyingi beradigan savolim, baribir obunachilardan kelgan savol berishim kerak sizga. Eski darvozamiz bor, olib qolaveramiz hisoblab. Uni olamiz aka. Olib qolaverasiz. Ha, uni olamiz. Xo'p, xullas darvoza ishlari bilan bu shug'ullanasiz. Darvozani ishlari. Darvozadan tashqari yana nima ishlar bor sizlarda? Xo'p aka, kachalar, so'ri, misol, Kozirokchi. koziroklar, umuman muammosi bitiriladi. Temir ishlari Har qanaqa kozirok. O'zingizni bir ishlaringizni qo'yib boradigan Telegram, Instagram nimadir bormi? Bor aka, shu darvozachi uzubi deb yozsa o'zi chiqishadi. Darvozachi uzubi Instagramda. Keyin Eurometal ham bor aka. Xo'p, endi bizga aka doimiy ishlaydigan nomeringizni og'zaki aytib berasiz. Xo'p, 93 kodi bilan 082 66 77. Keyin 50 kodi bilan 070 66 77. Bo'ldi, azizlar, mana menimcha hamma ma'lumotni berdik. Usta Xayrullo akamiz hozirda Namangandamiz. Shu Andijondan kelishda kirganda o'ng tarafda. Andijondan kelishda o'sha Lola yo'lda, shu yo'l bo'ylab Norindaryo ko'prigidan o'tgandan 5 metr 12 viloyat bo'ylab yetkazib o'rnatib berish xizmatlari mavjud. Eski darvozasi bo'lsa olib qo'yaverasiz. Garantiyalari bor darvozalarni. Xohlagan rangga sepib berasiz. Qayerdadir darvoza ko'rib qolsa, xudo xohlasa, bir xil pulga yasab beraverasiz. Bo'ldi aka, zo'r pulga yasab berasiz. Bo'ldi, rahmat. Azizlar, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Mana hamma darvozalarni qo'ldan kelgancha ko'rsatib berdik. Ozgina shoshib video oldik, sababi mana deyarli qorong'u tushdi. Like bosib qo'yinglar, obuna bo'lib qo'ysizlar. Xudo xohlasa foydali kontentlarni kuzatib borasizlar. Albatta usta Xayrullo akamizga qanaqadir savolinglar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirsanglar, xudo xohlasa nasib bo'lsa kelgusi safar kelganda o'sha savollarga javoblarni olamiz. Aka, rahmat sizga. Xo'p, Xo'p, azizlar, mana ushbu ikkita darvozani ham xudo xohlasa yaxshi qilib skidka qilib beramiz deyapti akalarimiz. Bu qanaqa fason? Samarqand? Aka, bu Samarqand fason shumkali 1.8 listlarda bu 3 qavatli bo'lgan varianti aka. 3 qavatlimi? Ha. 3 qavatli bo'lgan variant. Yon suyaklari aka 10/5 profillardan foydalanilgan, taglari shivillar bo'lgan. Xo'p, eniga turi 30 bo'yiga aka 2.75 chiqqan. 1 kilometrni aka 1 million 250 mingdan tayyorlab beramiz. Agar shu razmer kimdan o'rnaga tushib qolsa 1 milliondan beramiz aka. Bo'ldi. Ya'ni 4 million atrofida shu darvozani o'zidan ham skidka bo'layapti. Bitta darvozani o'zidan 4 million skidka menimcha bitta darvozani o'zidan 4 million skidka zo'r bo'lsa kerak. Endi o'zingizlar fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Xo'p, endi bu darvozamiz aka high-tech fason 2 qavat shumkali skromniy darvoza bo'lgan. Bu high-techda qimmat varianti. Ha. 2 qavatlisi bo'lsa, lekin buni ham arzon berasiz. Ha. Yon stekalar ham aka 10 profil. Taglari shivillar, listlari ham 2 qavat shumkali bo'lgan. Eniga 399, bo'yiga 314 aka. 1 kilometr 1 million 350 mingdan tayyorlab beramiz. Yangi. Xo'p. 1 million 350 mingdan tayyorlaymiz. Endi aksiyada aka, aksiyada 1 milliondan qo'yib beraman bo'ladi ham.
Kimni Hozir bular aka to'g'risi katta summa bo'lib ketyapti. 100% bor narsalar. 5 million so'm skidka atrof, lekin aka gapga javob. Sizni bilamiz, masalan, doim skidka qilasiz. Endi odamlar uchun bitta gapirib berasiz endi baribir. 100% bor narsalar. Javob aka, ha. Hozir umumiy hisobda hozir 3 million, 4 million skidka o'tib ketyapti. Ha, 3 million. Shu darozdan 5 million oshgan bo'ldi aka skidka. Faizlar mana aloqaga chiqib ko'rasizlar. Davom ettiraveramiz videoni.